bolaga tungi uyquni bezovta oyoqlar bermasligini bilarmidingiz? Farzandingiz tungi uyqudan oldin faol bo'lib yugura boshladimi? Bu shunchaki energiya to'planib qolganidan emas. Bu bolalardagi bezovta oyoq sindromi bo'lishi mumkin. Bu holat bolaning tungi uyquga ketishiga xalal beradi va tun bo'yi uyqusining yomonlashishiga sabab bo'lishi mumkin. Bunga asosiy sabab qilib temir tanqisligi va nerv tizimidagi jiddiy muammolar sabab bo'lishi mumkin. Bezovta oyoqlar sindromi bo'lgan bolalarda tinch yotishni o'rniga ko'proq harakatlanishga ehtiyoj sezishadi. Bunday holatda bolalarga massaj, to'g'ri ovqatlanish va uyqu rejimini yaxshilash ko'proq holatini yaxshilashga yordam beradi. Vaqtida tashxis qo'yish va shifokor nazorati bolangizga tinch uyquni taqdim etadi. Sizning farzandingizda ham shunday muammolar bo'lsa, nevropatolog ko'rigi bunga yechim bo'la oladi.